Assalomu alaykum vatandoshlarimiz, obunachilarimiz. Mana niyat jamoasidan Xudo xohlasa, yaxshi niyatda yangi fason darvozamizni o'z nihoyasiga yetkazib, olib chiqib, o'rnatib qo'ydik. Bu darvozamizni hozirgi turgan joyda o'zimizni Namangan viloyati 3 tuman Jidagapa qishlog'ida yo'lda bo'yida Andijon Namangan yo'li. Manzildagi bu turgan joy, reklama turgan joyimiz Norindaryoga 50 metr qolganda Xudo xohlasa, oxirgisi bizniki o'ng qo'l tomonda. Bu yog'i Namangandan kelish. Bu yog'i Andijondan kelishda chap qo'l tomonda, birinchisi Xudo xolasa bizniki. Darvoza shunday yasalganki, haligi O'zbekistonda bitta desa ham bo'laveradi. Sababi bitta darvozada ikki xil fason. Orqa tomoni boshqa fason, oldi tomoni boshqa fason. Orqa tomonni hozir ko'rsatib o'tamiz, o'zlaring ko'rib baho berishlari mumkin. Oldi tomoni bu yuzi tomoni, orqa tomoni ham xuddi mashina o'zi, lekin boshqacha fason. Haligi aytadi-ku, bitta o'q bilan ikkita quyonni urdik degandek qilib, Xudo xolasa yangilik qildik. O'zbekistonda bitta desa ham bo'laveradi. Razmerlarga kelsak, darvozamiz razmerlari 4 metr eniga bo'lgan, 3 metr bo'yiga bo'lgan. Alohida kaltga bo'lmagan, chunki 4 metr ponni ochilish maqsadida, katta mashina kirish maqsadida ikkita qanot o'zini qilganmiz. Kaltkasi alohida ichkarida bo'lgan. Kaltkasi. Darvozaning yondollari, oyog'in past tomoni o'ngga 5 shivellar, yondollari o'ngun, ikkisini burch profildan foydalanilgan. Tepa tomoni ham o'ngun, ikkala yoni ham o'ngun. Planka asosida ponni mana o'sha katta sharmdan planka asosida qo'yib berilgan. Darvozamiz oldi tomonga ochiladi, ko'cha tomonga. Sababi ichkariga ham, tashqariga ham bir xil vazifa bajarish uchun oldi tomonga ochilgan. Ranglarga kelsak, ranglar bir xilda o'sha mokr asfalt sepilgan, to'g'rog'idan qilib turib, bu fason o'sha o'zimizning ideya bo'yicha ishlangan, orqasidagi fasoni, lekin o'sha doktor metal yasalgan darvozani fasonni uyg'unlashtirilib chiqarildi ikkinchi fasonda. Darvoza bir qavat listdan iborat, tubitir qilinmagan, bir qavat listi o'zidan, 1.8 bir qavat listi o'zidan chiqarilgan. Oldidagi detallarni qo'shmasa bir qavat desa bo'laveradi. Oldidagi detallar chunki 2 ga 2, 1.5 ga 1.5, 1 ga 1 profillar ponni ishlab chiqilgan. Kaltkasi ochilib yopilishlari nihoyatda zo'r. Mana o'zlaring ko'rib baho berishlari mumkin. Yengil ochilib yopiladi. Darvoza agar kimga yoqsa, bemalol aloqaga chiqsalaring, dastlabkamiz bor, olib borib o'rnatib beramiz. Agar siz kamerani u tomondan olib o'ting, men bu tomondan kirib boraman. Ikkinchi tomonni ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana darvozamizning orqa tomoni. O'zlaring ko'rib baho berishlari mumkin. Ikkalasi bitta darvoza. Hech qanaqa haligi boshqa darvoza emas. Bu orqa tomoni. O'ziga yarashgan mana o'sha 5 ga 3 profildan rochka qilib berilgan. Bu profil rochkamiz ham xotirjam bitta odamni mana ko'taraveradi. Bunisi ham mana. Hammaga qo'yib kelinadi, sentr zalogimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shamol borligi uchun sal mana darvozamiz ochilishlari. Bismillahirrohmanirrohim. Darvoza Xudo xolasa 0 hisobida turibdi mana. Qo'ygan joyimizda oddiy shivellarda oyog'ini qilib qo'yganmiz. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Bu oldi tomoni. Qani? Ana qoyilmisizlar deydi-yu. Xudo xolasa o'zimiz ustimizda yana ham ishlashni davom ettiramiz. Darvozamiz bu fason yoqqan bo'lsa, bu fasonni o'zini chiqarib beramiz. Agar u fason orqasidan fason yoqqan bo'lsa, orqasidan fasonni ham chiqarib beramiz. Ikkalasi agar shu fasonni bir xilda chiqarib bering desa, birga bir Xudo xolasa chiqarib beramiz. Obunachilarimiz O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston hamma davlatlarga dastlabkamiz bor. Olib borib, o'rnatib, ustonovka qilib beramiz. O'zbekiston hamma hududiga dastlabkamiz bor. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar, bemalol hijolat qilmasdan, agar maslahatimiz kerak bo'lsa, telefon qilsalar maslahatdan beraveramiz. Darvoza sohasi emas, ponni metal sohasi, so'ri deysizmi, kachara deysizmi, naves deysizmi, barer deysizmi, hammasi Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha xizmatni to'liq batamom sizlarni haligi rozi rizochilaringdek aytganlaringdek qilib, fasonlarni Xudo xolasa chiroylab qilib beramiz. Agar darvozamizni mehnatiga, darvozamiz fasoniga agar ma'qul kelgan bo'lsa, bir donada obuna tugmasini bosib qo'ysalaring, bundan ham chiroyli darvozalarni Xudo xolasa ko'rishga nasib qiladi. Sababi
o'zimiz ustimizda sizlar qanchadan qancha obunachilar like, komment bossalaring, biz o'zimiz ustimizda o'zimiz ishlashda davom etamiz. Sizlarni like'laring, kommentlaring biz uchun ham kuch, ham quvvat bo'ladi. Xudo xohlasa O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Yana bir bor aytib o'taman. Olib borib o'rnatib, ustolikka qilib beramiz. Darvozamizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir darada like bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Niyat jamoasidan yana ham Xudo xohlasa yaxshi niyatlarda ko'rishguncha.